Assalomu alaykum. Men Karimova Farangiz, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali 2-bosqich talabasiman. Bugun biz sizlar bilan zamonaviy o'qituvchiga qo'yiladigan talablar mavzusini ko'rib chiqamiz. Bugungi mavzumiz 3 ta rejadan iborat. Birinchi rejamiz zamonaviy o'qituvchining kasbiy kompetensiyalari. Ikkinchi rejamiz esa pedagogik texnika va kommunikativ ko'nikmalar. Uchinchi reja esa axloqiy va shaxsiy fazilatlardan iborat. Demak, mavzuni boshlaymiz. Zamonaviy o'qituvchining kasbiy kompetensiyalari. Kasbiy kompetensiya deganda biz bu o'qituvchining ta'lim jarayonini muvaffaqiyatli olib borishi, o'quvchi bilimini samarali shakllantirilishi va professional muhitda o'zini to'liq namoyon eta olishi uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va qobiliyatlar majmuasini tushunishimiz mumkin. Ta'lim nazariyasi va metodikasini chuqur bilishi. O'qituvchi o'z fanini nazariy jihatdan bilishi, darsni samarali tashkil etishi va o'quvchilarga tushuntirishni metodik jihatdan puxta amalga oshirishi kerak. Pedagogik kompetensiya bu darsni oldindan rejalashtira olish, o'quv materialini darajaga mos taqdim etish va ta'lim jarayonida turli usullarni qo'llash qobiliyatidir. O'qituvchi dars mazmunini o'quvchilar uchun soddalashtira olish, murakkab bilimlarni tizimli tarzda berish va amaliy mashqlar orqali mustahkamlashni bilishi zarur. Pedagogik texnika bu o'qituvchining dars jarayonini samarali, qiziqarli va o'quvchilarga tushunarli tarzda tashkil etishi usullarining majmuasi hisoblanadi. Pedagogik texnika quyidagi tarkibiy qismlarga bo'linadi. Birinchi qism nutq texnikasi, ikkinchisi ovoz va gestrlar, uchinchisi ritmik va tem boshqaruvi, to'rtinchisi vaziyat va iqlim yaratish, beshinchisi esa vizual va didaktik vositalardan foydalanishdir. Axloqiy va shaxsiy fazilatlar. Zamonaviy o'qituvchi uchun axloqiy fazilatlar. Bu haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, bu kasbiy faoliyatda va dars jarayonida o'qituvchilarga namuna bo'la oladigan ijobiy va mas'uliyatli xatti-harakatdir. Kitoblarga asoslanib, ularni quyidagi tasniflarga ajratishimiz mumkin. Birinchisi halollik va sadoqat, ikkinchisi sabr va mehribonlik, uchinchisi mas'uliyat va talabchanlik. Shularga bo'la olishimiz mumkin. Axloqiy va shaxsiy fazilatlarni ham 4 guruhga ajratib olamiz. Birinchisi kasbiy etikaga rioya qilish. Bunda biz o'qituvchi har bir qaroriga axloqiy me'yorlarni hisobga olish kerak bo'ladi. Ikkinchi qismga esa refleksiya, o'z faoliyatini tahlil qilish, kamchiliklarni aniqlash va yaxshilash hisoblanadi. Uchinchi qismga esa mentorlik va tajriba almashish. Bunda tajribali o'qituvchilar bilan ishlash, ularni metodik usullarni kuzatishdan iborat bo'ladi. To'rtinchi qismda esa o'quvchi bilan samarali muloqot. Unda mehribonlik, rag'batlantirish va konstruktiv fikrlar bildirish orqali fazilatlarni namoyon eta olish mumkin. Bugungi mavzumiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Xayr, salomat bo'ling.